Green Card arizalariga start berishiga do'stlar atigi 5 kun qoldi va videoni oxirigacha ko'ring. Quyidagi xatolarni, ayniqsa oilali insonlar, sizlar bu xatoni qila ko'rmanglar. Sababi ko'plarda doim mana shu xato bilan green kartalari atkaz bo'lib ketgan. Shaxsan meni obunachilarim orasida ham ko'plarning green kartasi shu xato bilan atkaz bo'lib ketgan. Videoni oxirigacha ko'ring va sahifamga obuna bo'lib qo'ying va biz boshladik. Birinchi xato do'stlar, ko'plar ariza topshirayotgan paytda oilaviy holatini yashiradi. Ya'ni oilaviy holatda ayoli va farzandlari haqida ma'lumot bermaydi, o'zini yakka single applicant qilib ko'rsatadi va bu holatda green card yutib olgandan keyin viza suhbatiga kelganda false information, ya'ni noto'g'ri va yolg'on informatsiya berganlik sabab reject oladi, ya'ni vizasi atkaz bo'ladi va green kartasi ham kuyib ketadi. Shu sababli do'stlar, bu xatoni hech qachon qilmanglar. Oilaviy holatingizda to'liq ayolingiz va farzandlaringiz haqida ariza topshirayotganda to'g'ri va to'liq ma'lumot bering. Ikkinchi xato do'stlar, green kartaga ariza topshirayotganda ko'plar ismiga familiyasini va familiyasiga ismini yozib qo'yadi. Mana shu holatda ham green kartalar atkaz bo'lib ketadi. Va uchinchi holat, ma'lumotlar berilayotganda do'stlar, ismlarda va familiyalarda harflar tushirilib qoladi yoki mana shu original xatoni deb, ya'ni harflarni deb ham green kartangiz atkaz bo'lib ketishi mumkin. Shu sababli do'stlar, Fayzi New Yorkerdan uzoqlashmang, quyosh ham juda chiroyli tushyapti va bu kabi ma'lumotlarni meni kanalimda kuzatib borasiz.